2025 yil 3-dekabr holatiga ko'ra Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizdan yangi videolarimizni boshladik. Hozirgi videolarimiz dori sepadigan apparatlarimizni havoli, karcherli hamda bunaqa motorli variantlaridan tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz. Hozir robitadan like tugmachasini bosib, obuna bo'lishni bosib keladigan obunachilarimizga hozir aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarni qilib beramiz. Ko'pchilik akalarimiz unaqa orqaga osib oladigan havoli variantlardan so'rashgan. Ko'pchilik bunaqa motorli variantlardan so'rashgan. Video davomida afzalliklarini va ma'lumot narxlari bilan yoritib beramiz. Birinchi o'rinda havoli variantidan tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turgan dori sepadigan apparatlarning 10 litrli Xitoy mahsuloti havoli variantdagi karcher apparatimiz bo'ladi. Bemalol bitta odam olib turib, orqasi kelib turib, bemalol foydalanib ishlatsa bo'laveradi. Xo'p, benzinli modelda akalar, benziniga avtor aralashtirib ishlantiriladigan variantidan. Boshqa dori sepadigan apparatlarga nisbatan dori quyib ishlatadigan bo'lsangiz, dori rasxoti ham kam, hamda benzin quyib ishlatadigan bo'lsangiz, benzin rasxoti ham juda ham kam holatda, ekonomik holatda ishlab beradi. Havo orqali beradi. Past ekinlarga akalar, katta daraxtlarga bemalol dori sepib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Sifat xudo xolasa zo'ridan akalar, soatiga 200 grammdan benzin rasxot qiladi akalar. 1 litr benzin to'ldirilsin 5 soat tindirmasdan ishlatsanglar ham bo'laveradi. 6 oydan 1 yilgacha garantiyasi bor. Oltin gurgut, qanaqa zahar bo'ladigan bo'lsa, hammani sepish, ishlatish uchun mo'ljallangan. Narxi 1,50,000 so'm. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. To'liqroq ma'lumotini pastga nomer qoldirib ketyapmiz. Aloqaga chiqib bo'laverasizlar. Endi akalar biz hozir bu dori apparatlarimizni ko'pchilik dori sepadigan qilib ham ishlatyapti. Ko'pchilik buni karcher sifatida ham foydalanib ishlatyapti. Chunki buni napori juda ham baland akalar. Bu dori sepadigan apparatlarimiz 1 tonnali, 500 kiloli idishlarga qo'yib turib, ko'pchilik montajni qilib ishlatyapti. Bizda hozir 3 xil firma bor mavjud. Asaman, Gidrox hamda Guanjo firmalaridan bor akalar. Hozir cho'ni ham narxlarni yoritib beramiz. Birinchi o'rinda akalar, hop, eng arzonchi variantimizdan Guanjo firmamizdan tanishtirib o'tib ketadigan bo'lsak, motorlari 170, ot kuchi 7,5 tali qilib yozilgan, lekin 7 ot kuchi bo'ladi. Asosiy narsasi bu yerda pompa qismida bog'liq, keyin motor qismiga bog'liq bo'ladi. Buni motorini 168 motor ham bor akalar, 170 motor ham bo'ladi. Bular shu eng katta 170 motordan qilib ishlangan. Pompasi original katta pompadan, komplektning o'zini pistoleti, so'ruv ishlanglari hamda bunaqa 30 metrli original trosli ishlanglari komplekt holatda chiqadi. Bunga akalar xohlasizlar ham bitta bunaqa ishlangan ulaylar, xohlasizlar ikkita ulaylar. Ikkita ulay degan bo'lsalaring ham naporni bemalol yetkazib bera oladi. Chunki pompasi ham, motori ham kattasidan. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 2,500,000 so'mdan bemalol do'konimizdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu ham shu variantda, bu ham shu variantda. Ukam endi bizga jinda sifatlirog'idan bo'lsin, keyin garantiyali variantidan bo'lsin degan akalarimizga Guanjo firmamizdan bor. Buni ham motori 170, pompasi katta original pompadan bo'ladi akalar. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2,800,000 so'm. Xohlaganlar uchun Asaman firmamizdan bor akalar. Asaman firmamizning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 3,500,000 so'm chiqadi. Qolgan dori sepadigan apparatlarimizga nisbatan pompa qismi ham, motor qismini ham oborotlari juda ham baland qilib ishlangan. 1 yildan garantiyalari bilan bemalol do'konimizdan kelib xarid qilishlari mumkin akalar. Xo'p, manzilimiz aytganimdek Marg'ilonda hokimiyat to'g'risida agrotexnikalar do'koni. Kimga shunaqangi dori apparatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib bolansizlar. Chiroyli qilib dastavkalari bilan butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib qo'yamiz. Tepa tomonda karcherli modellaridan ham bor.